Food City bozordan Sergeli bozorga qarab ketayotganimizda o'ng qo'limizda yangi Gulzor mahallasi keladi. Shu yerda 2 sotik 3 xonaga joylashgan zo'r Yevroremont mebel texnikasi bilan birgalikda sotilayotgan uyni birgalikda ko'rib chiqamiz. Puliga arziydigan uy. Dom olgandan ko'ra uchastka olgan yaxshi deb bilaman. 3 xonali 2 sotikka joylashgan. Hujjatlar joyida. Mebel texnikasi bor. Food City bozor atrofidan uchastka qidirayotganlarga tarqatib qo'yaverasiz. Uchamiz yaxshi, qo'ni-qo'shnilar zo'r. Gaz, svet, Wi-Fi dan muammo yo'q. Kanalizatsiya bu yerda hammada yamaq qilingan. Qo'shnilar qaranglar, gullar, daraxtlar ekib qo'ygan. Uy egasi ham mana archalarni sizni uyingizni bezatib turibdi. Mashina qo'yishga tashqaridan darvozaxonamiz bor. Tashqaridan kirib chiqiladi. Hovlimizga, ya'ni sotilayotgan uchastkamizga mana shu yerdan kiriladi. 2 sotik 3 xonali shunaqa tipda qurilgan bo'ladi. Qaranglar, remont yaqinda bo'lgan, 3-4 yil chamamda. Uzungina prixoshkamiz bo'ladi, koridorimiz. Sizdan chap qo'lda bitta detskiy bor. Ko'rayotgan narsalar qoladi, gilamlarni, pardalarni gaplashamiz. Mebel texnikasi qisman qoladi, qisman ketadi. Uni yana aniqroq ma'lumoti telefonda bo'ladi. Bunaqasi spalniy bo'ladi, roditelskiy, ota-onalar yotoqxonasi bo'lyapti. Patologlari balangina. Uyimiz pishg'ishdan qurilgan, sifatli, mustahkam, mazza qilib yashaysiz. To'g'rida bizda oshxona bo'lyapti. Uyi proyekti, uyi chizmasi, uyi ko'chirmasi, oldi soat shartnomasi, hammasini men Telegramga joylashtirib qo'yaman. Telegramda ko'rsanglar bo'ladi. Kiyosiz bu yerda vanna, tualet bitta joyda joylashgan, kafelangan, yaxshi holatda turibdi. Ichkarida bor sanuzal, tashqarida bor. Bizda oxirgi xonamiz bizda zal bo'ladi. Remontiga, tanlangan abo'ylariga o'zingiz bitta baho berasiz. Stullarni, konditsionerlarni hammasini gaplashamiz, telefonim bilan yozaman. Bizda orqa hovlimiz ham bor. Orqa hovlini ko'rsatay sizlarga. Bu atrofda bunaqa narxga uy topishinglar qiyin. Srochniy botganligi uchun bunaqa narxda qo'yganmiz. Va bu qanaqa desanglar, bu remontini ko'ryapsizlar. Remont uylar ozgina qimmat bo'ladi o'zi. Qimmatligidan ham biz arzonroq kelishtirib beramiz. O'zi mo'ljal so'rayotgan narximizdan baland edi, lekin srochniy bo'layotganligi uchun arzonroq sotyapmiz. Bu yerda darvozaxonamiz, tepasini naves qilib, yopib, yaxshi holatga olib kelsanglar bo'ladi. Suv yer tagidan ham chiqadi, artizan bor, vodoprovod ham bor. Pastda telefon nomerini yozaman. Narxi, boshlang'ich narx 67 ming. Yana o'tadigan joyi bor, yana kami bor. Telefonlashamiz, gaplashamiz. Telefon qilaveringlar. Obuna qo'ysangiz sizlardan chiqmasam. Orqa hovlini ham qaranglar o'zi. Quyosh tushib turibdi. Uni eksanglar ham yaxshi hosilga, yaxshi hosil beradi. Mevali daraxtlar bor, gilos, olcha, uzum, tut, atirgullar ekib qo'yishgan. Pastda nomerlar bor, telefon qilaverasizlar. Assalomu alaykum Akmal, obuna qo'ysangiz sizlardan chiqmasin. Uyimizga o'zinglar bitta baho berasizlar.